Sog'lik insonning eng katta boyligidir. Shuning uchun har bir fuqaro tibbiy xizmatlardan foydalanganda sifatli, xavfsiz va professional yordam olish huquqiga ega. Afsuski, ba'zan tibbiyot muassasalarida xatolar uchrab, bemorlar qo'shimcha muammolarga duch kelishlari mumkin. Bunday holatlarda iste'molchilar o'z huquqlarini bilishi va himoya qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tizim tashkilotlariga ham murojaatlar bo'lib turibdi. Ushbu yo'nalishda iste'molchilardan kelib tushayotgan murojaatlar masalasida federatsiyaning Marg'ilon shahar jamiyati huquqiy himoya mutaxassisi Saidxon Hafizovga yuzlandik. Federatsiyamiz tizim tashkilotlariga, xususan Marg'ilon shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga iste'molchilar tomonidan iste'mol sohasining turli masalalari bo'yicha murojaatlar kelib tushmoqda. Jamiyatimiz mutaxassislari tomonidan har bir murojaat e'tibordan chetda qoldirilmasdan atroflicha o'rganilib chiqilib, iste'molchilarning buzilgan huquqlarini tiklash chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Sizning savolingiz tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ekan. Bu borada shahar jamiyatimizga shu kunlarda kelib tushib, masalasi iste'molchi foydasiga hal etilgan bir murojaatga to'xtalib o'tsam. Marg'ilon shahrida yashovchi fuqaro farzandiga xususiy stomatologiya klinikasida ko'rsatilgan xizmat sifati yuzasidan murojaat qildi. Murojaatda qayd etilishicha, qizining tishi og'rigani sababli xususiy stomatologiya klinikasiga murojaat qilingan va shifokor tomonidan ildiz kanallarini tozalash hamda plomba qo'yish amaliyoti o'tkazilgan. Biroq, oradan ma'lum vaqt o'tgach, og'riqlar to'xtamagan va bemorning ahvoli yaxshilanmagan. Muammo sabablarini aniqlash maqsadida boshqa mutaxassislarga murojaat qilganda, tish kanalida yallig'lanish saqlanib qolgani, shuningdek kanal ichida yod jism qolib ketgani ma'lum bo'lgan. Bu holat bemor salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, qo'shimcha davolanish zaruratini keltirib chiqargan. Fuqaroning bu boradagi murojaati jamiyatimiz tomonidan o'rganib chiqildi. O'rganish jarayonida stomatologiya klinikasi tomonidan haqiqatdan ham noto'g'ri amaliy harakatlar oqibatida muammo yuzaga kelgani aniqlandi. Natijada klinika ma'muriyati mas'uliyatni zimmasiga olib, malakali mutaxassis jalb qildi hamda bemorni qayta davolash bilan bog'liq barcha xarajatlarni o'z hisobidan qopladi. Xususan, bemor tishining ildiz kanalida qolib ketgan, yod jism olib tashlandi, qo'shimcha muolajalar amalga oshirildi va davolash ishlari to'liq yakunlandi. Klinika tomonidan 1.900.000 so'm miqdoridagi xarajatlar qoplangani ham ma'lum qilindi. Murojaatchi o'rganish yakunlari bo'yicha e'tirozlari yo'qligini ma'lum qilib, ko'rsatilgan yordam uchun minnatdorchilik bildirdi. Ushbu holat iste'molchilarning nafaqat savdo va kommunal xizmatlar sohasida, balki tibbiyot xizmatlari sohasida ham qonun bilan himoya qilinishini ko'rsatadi. Agar fuqaro tibbiy xizmat sifatini past deb hisoblasa, u xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga, tegishli nazorat organlariga yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilish huquqiga ega. Shu o'rinda tibbiy xizmat sohasida iste'molchilar uchun ayrim tavsiyalarni berib o'tsam. Tibbiy xizmat olganda to'lov hujjatlarini saqlab qo'ying. Davolash jarayoniga oid tibbiy xulosalar va tavsiyalarni yig'ib boring. Noto'g'ri tashxis yoki sifatsiz xizmatdan shubhalansangiz, boshqa mutaxassis xulosasini oling. Huquqlaringiz buzilgan taqdirda tegishli tashkilotlarga yozma murojaat qiling. Moddiy zarar yoki salomatlikka yetkazilgan ziyon qoplanishini talab qilish huquqingiz borligini unutmang. Yuqorida holat iste'molchining huquqiy savodxonligi va murojaat qilish faolligi adolat qaror topishiga xizmat qilishining yana bir amaliy namunasidir. Sifatli tibbiy xizmat har bir fuqaroning qonuniy huquqi bo'lib, mazkur huquq buzilgan taqdirda uni tiklash mumkin va zarurdir. Hurmatli iste'molchilar, agar iste'mol sohasiga oid huquqlaringiz buzilsa, O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 qisqa raqamli ishonch telefoni orqali og'zaki yoki telefoningiz brauzer oynasiga murojaat.iste'mol.uz ni terib, elektron shaklda murojaat qoldirishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz.